Koreyada student bo'lish qanday? To'xtang, videoni o'tkazib yubormang. Sababi bugun universitetga birga boramiz. O'zi ham bugun tursam soat 9:30 bo'lgan ekan. Ozgina darsga kech qoldim. Hali ham O'zbekiston vaqti bilan uxlab, O'zbekiston vaqti bilan turyapman. Ko'chalarda Damas ko'rib qolsam, xuddi o'zbekni ko'rganda yomon xursand bo'laman. Yomg'irli havoda o'qishga borish ham boshqacha. Bular menga o'xshab uxlab qolganlar. Bu o'sha meni umrimni yeyotgan universitetim. Professorlarimizga yangi stolchalar kelibdi. Bugun birinchi param 11-etajda. O'zi ham kursdoshlarim ko'rib qarsaklarcha borishdi. Vyetnamlik yoshlar doim menga ondan javob qo'yadi. Bizga yana bitta yangi chiroyli qiz kelibdi. Bilganimda hayya kiyimlarim, kiyib kelardim. Lunchtime vaqti hamma oshxonaga chiqib ketdi. Men siqilgan qo'shiq eshitib yolg'iz qoldim. Yomg'irda tomga chiqish boshqacha bo'lsa kerak deb tomga ham chiqdim. Bu yerda o'zimcha siqilgan odamga o'xshab videolar ko'rdim. Menimcha Koreyada turib siqilish ham boshqacha bo'lsa kerak. Bu yer esa universitetimizdagi oshxona juda ham qimmat bo'lgan, u eng yuqori etajda joylashgan. Lunchtime'dan keyingi paramiz boshqa binoda edi. U yerga Jonshi bilan birga ketyapmiz. Va nihoyat darslarimiz tugadi. Hammasi ekinasi uyga tarqalyapti. Bugun uyimga har doim yo'limdan emas, umuman ko'rmagan ko'chalarimdan bormoqchi bo'ldim. Videoni ko'rib o'tiradi, oxirigacha ko'rib, keyin bittasi yozadi: "Koreyaga kelib hamma bloger bo'ldi", deyadi. Voy, like bosing.